Yoshlarni madaniy merosimizga chuqur hurmat va muhabbat ruhida tarbiyalash barchamizning vazifamiz. Iqtidorli, har tomonlama qobiliyatli yoshlarni kashf etib kelayotgan Abdurauf Fitrat nomidagi Buxoro maqom san'atiga ixtisoslashtirilgan maktab-internati 2025-2026 o'quv yili uchun iste'dodli yoshlarni o'qishga taklif etadi. An'anaviy xonandalik yo'nalishi hamda an'anaviy cholg'u ijrochiligi, qashqar rubob, tambur, dutor, nay, qo'shnay, chang, qonun, ut, g'ijak doira yo'nalishlari bo'yicha 5-sinfdan o'quvchilar o'qishga qabul qilinadi. Har bir o'quvchining mahorati, layoqati ijodiy sinovlardan o'tkaziladi. Bu yerda har tomonlama puxta bilim olish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, o'quvchilar zamonaviy yotoqxona hamda 4 mahal issiq ovqat bilan ham ta'minlanadi. Maktab-internati bitiruvchilariga esa davlat namunasidagi diplom beriladi. O'qishga kirish uchun hujjatlar 1-iyundan